Yomon zerikarli bo'lib ketdi Instagramda, to'g'ri. Sal jinni ketdi, videolar ham yaxshi ekan. Hamma futbol ko'rsa ham bo'lmaydi ekan. Futbolistlarni yomonlashga hech kimga haqqi yo'q degan 50 ta video ko'rdim. Yomonlagan birorta video ko'rmadim. O'zi bilan o'zi urushyapti. Panika qilmaylar deb panika qilyapti. Bittasi oq desa, ikkinchisi oppoq deyapti. Voy, like bosar ekanda, bo'ldi endi. Tavba qildim, keyingi safar o'yinni oldim. Ayajon bitta duo qilib qo'ying degan videolar chiqib turmasanglar deyapman sizlarni. Birortasi tarjima qilib ish qilib bizni videolar deb. Mana hali giribima qiladigan qizlarni istab yurib topib ko'ryapman shanasi. Ular ham futbol haqida gapirib, serial ko'rsa nima bo'lar ekan. Ronaldo apresa ekan, umuman o'ynashni bilmayotgan, futbol o'ynashni o'rgansa, sizdan o'rganadi eng ko'p yo'l urgan o'yinchi. Asincha o'ynashni bilmay 2 turni qo'ying endi, o'ynashni o'rganmay qo'yarsin. Mana Messi o'zining ishini bilib yuribdi, Ronaldochilar mana ikkita kelib uribgan. Nima qilsa O'zbekiston, u ham o'zini vataniga o'ynayapti, O'zbekiston o'ynayapti, o'zi yurami goldi. Yo'qmi, o'yindan chiqib turami, to'g'ri.